Savsov bilan Liu Bei ikkilisi nihoyat iqtidorli kishilar, ham aqlli kishilar. Mushundaq iqtidorli kishilar zodi qanday jang qiladi? Amaliyot ular bevosita urush qilmaydi, balki psixikalik jang qiladi. Siz buni qo'shlamsiz, yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchalarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savsov bilan Liu Bei ashaddiy raqiblar. Liu Bei podshohlik xizmat qilayotgan vaqtda, ya'ni Savsovning yanida vaqtida Savsov Liu Bei'ni keyingi dushman bo'lib qolishidan ansirab o'ldirib o'tish yoki o'ldirib o'tmaslikni qaror qila olmay qoladi. Dal shu vaqtda u mushavirlardan so'raydi. Mushavirlarning ba'zilari uni o'ldirib o'tish kerakligini, ba'zilar o'ldirmaslik kerakligini aytgan vaqtda u Liu Bei'ninki iqtidorini, jasoratini sinab chiqish uchun uni may ichish kerak bo'ladi. Dal shu may ichish ziyofatida Savsov butun iqlimdagi aqlli posibonlarni uning sanab berishini aytadi. Ammo eng oxiri Savsov faqat Liu Bei bilan o'zining haqiqiy jasoratli posibon va cho'ng ishlar qila oladigan odam ekanligini aytgan vaqtda Liu Bei tashvishlanishga boshlaydi. Chunki uni maqtagan vaqt dal unga xavf yetgan vaqt. Dal shu vaqtda osmondan bir chaqmoq chaqadi. Shuning bilan Liu Bei qo'lidagi cho'kini qo'qqandek bo'lib yerga tushirib yetdi. Buni ko'rib Savsov Liu Bei unchalik va iqtidorli yurakli odam emas ekan. Shunda bir chaqmoqdan qo'rqib ketdi deb o'ylab Liu Bei'ni o'ldirmay hayot qoldirdi. Shuning bilan keyingi vaqtdagi Savsovning ashaddiy raqibi Liu Bei maydonga keladi. Demak, mushu qatimliq Liu Bei'ninki o'zini qo'rqinchoq ko'rsatib Savsovning qo'l ostidan qochib ketishi, demak, uning hayotini saqlab qoladi degan. Shunga hozirgi jamiyat qaraydigan bo'lsak-mu, iqtidorli, aqlli kishilar boshqalardan psixik jihatdan kuchli bo'ladi. Başqalarga nurg'un ishlarni bildirmaydi va bildirmay turib o'zininki maqsadiga yetalaydi. Agar sizin bu gaplarim qo'shilsangiz, astikin kasalaydigan alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondarchilik qayd mezmunlarga qiziqsangiz, ayrim xonamga uchir qiling.